Dördüncü mesele. Demek, ikkita har xil reaksiya natijasida vodorod ajralib chiqdi. Ularning birida 1 minutda 2 gram, ikkinchisida 2,24 litr vodorod chiqdi. Demek qaranglar, birinchi reaksiya bor ekan, ikkinchi reaksiya bor ekan. Bunda 2 gram vodorod ajralib chiqdi. Mana bunda 2,24 litr chiqqan. Tushundikmi? Demek, tezlikni, bu o'rtachaning qiymati deltasi taqsim to yoki bo'lmasa, yine aytishimiz mumkin edi, delta n taqsim bu ko'paytirilgan to. Ya'ni molga tezlik to'g'ri proporsional. Shuning uchun biz hozir molni topamiz. 2 ga bo'lamiz, 1 mol bo'ladi. To'g'rimi? Mana buni 22,4 ga bo'lamiz, 0,1 mol. Qaysi reaksiyada mol miqdor katta bo'lsa, shu reaksiya tez borgan bo'ladi. Birinchi reaksiyada belgilangan vaqtda 1 mol vodorod hosil bo'lgan, ikkinchi reaksiyada 0,1 mol hosil bo'lgan. Qaysi tez borgan? Birinchisi tez borgan va necha marta tez borgan? 10 marta tez borgan. Tushundikmi? Demak, ikkinchi reaksiya tezligi birinchisinikiga nisbatan qanday farq qiladi? 10 marta tezmi, 10 marta sekinmi? Ikkinchisi birinchisidan 10 marta sekin boradi ekan. Shunda bu javob to'g'ri bo'ladi 4 ta. Tushundikmi? Undan keyingi masalamiz 7 ekan. Xo'p, 7-chini ko'ramiz. 7-chini. Tenglamasi A plus B mahsuloti S bo'lgan reaksiya bor ekan. Mana shu reaksiya bor ekan. Demak, tezlik 4,8 mol taqsim litr sekund, tezlik konstantasi K 2,5. A moddani konsentratsiyasi 1,16, bu reaksiyada ishtirok etgan B moddani konsentratsiyasi qanchaga teng? Demak, o'tgan darsda o'tdik, massala ta'siri qonuni. Mana shu uchun, mana shu tenglama uchun massala ta'siri qonuni bu teng. Yordam beringlar. Massala ta'siri qonuni matematik ifodasini tuzamiz. Bu teng qay ko'paytirilgan? A'ning nechanchi darajasi? Aynan shu reaksiya uchun. Shunchaki bir bo'lsa yozmaymiz. Buning nechanchisi? Yozmaymiz. Bizda nima bor, nima yo'q? V bormi? Bor. K bormi? A bormi? B bormi? Nima so'raldi? Demak, mana shu yo'q ekan, shuni so'rab turibdi. Bor narsani joy-joyidan qo'yamiz. Tushundikmi? Xuddi shu masala bilan yana nimaga o'qishlar bor. Shuning uchun ishlayotirman bu masalani. Demak, V teng 4,8, K teng 2,5, A teng 1,16, B teng yo'q. Buni o'zini qoldiramiz. Shunchaki mana shu tenglamani yechamiz. Tushundikmi? Ya'ni nima qilamiz? Buni topish uchun 4,18 ni bo'laman, mana bu ko'paytiruv bo'lib turganlar tenglamani boshqa qismini mahrajga tushadi. Qisqartiramizmi? Mana buni 3 ga qisqaradi. 3 ga qisqaradi. Demak, 3 taqsim 2,5. 1,2. Bu javob to'g'ri ekan. Keyingi masalamiz 10-chi ekan. 10-chi. Demak, A plus B plus S. Yozamiz. A qattiqlab qo'ydik. B plus S. Mahsulot A3, B3, S4. A3, B3, S4. Demak, mana bu gaz, mana bu gaz. Qattiqmi? Tenglaymiz. 3, 3, 4. To'g'rimi? Sistemaning bosimi 2 marta oshirilsa, to'g'ri reaksiya tezligi necha marta oshadi? Bosim necha marta oshirilibdi? Bosim 2 marta oshirilgan. Bosim 2 marta oshirilgan. Mana shu berildi bizga. Tezlik necha marta o'zgaradi deb turibdi. Demak, tezlik mana bu qattiq moddaga bog'liqmi? Demak, bosim qattiq moddaga ta'sir qilmaganligi uchun mana shu qismni olib tashlaymiz. Tezlikni necha marta o'zgarishini biladigan bo'lsak, bu 2 taqsim v1 deb belgilaymiz. Tezlik necha marta oshdi degan belgi bu 2 taqsim v1. Tushundikmi? Sistemada bosim 2 marta oshildi. Agar bosim 2 marta oshilsa, demak bu sistemada turgan barcha gazlarni bosimini 2 marta oshiradi. Tushundikmi? Bosim konsentratsiyaga to'g'ri proporsional. Shuning uchun ham mana bu 2 ni yozaman. B uchun 3-darajasi. S uchun 4-darajasi bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni mana bu oldindagi koeffitsiyentlar darajaga ko'tariladi. Javob sen tushundingmi? Demak, yana aytaman. Bosim 2 marta oshildi. Asosida qoladi mana 2 ni 3-chisi ko'paytirgan 4-chisi. Xohlasansa doğrudan doğru mana bunda yozib o'tirmasdan 2 ni 3 plus 4
7. derecesi deyishlansa mümkün edi. Xohlasangsizlar. Tushundikmi? Yo'q, bo'lmaydi desangsizlar, pожалуйста, bu 8, bu 16 bo'ladi. 8 16 ga ko'paytiramiz. Necha? Demak, 128 ekan. Tushundikmi? Hozir. Sulfit SO2 vodorod sulfitni SO2 bilan reaksiya tenglamas ekan. Yozamiz. Vodorod sulfit SO2 oy. Qo'yib denglaymizmi? Demak, bu joyda 2 bo'ladi, bu joyda 3 bo'ladi. Oltin gut bilamiz qattiq modda. Tenglamasi mana shunday bo'lganda reaksiyada boshlang'ich moddalarning har birini konsentratsiyalari qanday o'zgarganda ikki holda ham reaksiya tezligi 9 marta tezlashadi. Ikki hol deb qo'yibdi. Demak, alohida oshiramiz. Tushundikmi? Alohida oshiramiz. Demak, boshlang'ich moddalarning har biri konsentratsiyalari qanday o'zgartirilgan? Bilmaymiz qanday o'zgartirilganini. Her ikki holda ham 9 marta oshsin dedi. Demak, vodorod sulfitning konsentratsiyasini x marta oshiramiz, x ning kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Nima uchun kvadrat bo'ldi? Demak, koeffitsient darajaga ko'tarildi. Shunda 9 bo'lsin deb turibdi. O holda x necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Xo'p, biz birinchi holni, ya'ni vodorod sulfit bilan bo'lgan holni ko'rib chiqdik. Endi biz nimani ko'ramiz? Oltin gugurt 4 oksid bilan ko'ramiz. Unikini y marta oshiramiz. Y ning nechanchi darajasi bo'lishi kerak? Birinchi darajasi bo'lishi kerak. Nima uchun bir? Koeffitsient 1 chunki teng 9 bo'ladi shunda. Demak, vodorod sulfitni 3 marta oshirsak, SO2 nikini 9 marta oshirsak, demak nima bo'ladi ekan? Har ikkala holda ham tezlik 9 marta oshadi ekan. Tushundikmi? Keyingi masala 20-chimi shunda? Demak, azot bilan vodorodning reaksiyasidan ammiak hosil bo'lish reaksiyasi ekan. Muvozanatdagi sistemani, muvozanat o'tib ketibdi bu. Bosim 3 marta oshirilsa, o'ng tomon boradigan reaksiyaning tezligi chapga boradigan reaksiyaning tezligidan necha marta farq qiladi? Demak, bosim 3 marta oshirildi. Oqshom biza ko'rmadik lekin, demak, agar kimlar o'yinda ko'rib kelgan bo'lsa, temani o'tildi bu narsa. Demak, ikki xil reaksiya sodir bo'ladi bir vaqtning o'zida. Chunki bu qaytar jarayon bu. Demak, azot bilan vodorod o'zaro ta'sirlashib ammiakning hosil bo'lish reaksiyasi bu to'g'ri reaksiya. Ammiakning parchalanishi bu teskari reaksiya hisoblanadi. Tushundikmi? Demak, bu to'g'ri. Bosim necha marta oshdi? 3 marta, to'g'rimi? Bosim butun sistemaga ta'sir qiladi. U nafaqat reagentlarga, balki mahsulotlarga ham ta'sir qiladi. Demak, bosim deyildi 3 marta oshirildi. Mana shu bizga berilgan ma'lumotimiz. Demak, mana bu to'g'ri reaksiya tezligini topishimiz uchun yana aytdik. 3 ning nechanchi darajasi bo'ladi? 4-chi savol. Bu to'g'ri, V2 ni V1 ga bo'lamiz degan hol bu. Men hozir necha marta o'zgarishini topacakman. Tushundikmi? Demak, to'g'ri reaksiyani V2sini V1 ga nisbatan, ya'ni necha marta tezlik oshdi? 3 ning 4-chi marta oshadi. Tushundikmi? Xo'p, bu teskariniki-na, V2 taqsim V1 teskari holatni ko'ramiz. Teskari reaksiyani ko'ramiz. Demak, 3 ni ikkinchisi marta oshadi. Kim tushunmadi? To'g'ri reaksiya 3 ning 4-chi marta oshadi, teskari reaksiya 3 ning ikkinchisi marta oshadi. Chunki bosim har ikki tarafga ta'sir qiladi va har ikki reaksiya tezlashadi. Tushundikmi? Faqat o'ngga boradigan, demak, to'g'ri reaksiyaning tezligi 3 ning 4-chi marta oshadi. Demak, chapga boradigan, ya'ni teskari reaksiyaning tezligi 3 ning ikkinchisi marta oshadi. Bizda qanday savol bo'lgan? 20 marta bu. O'ng tomonga boradigan reaksiyaning tezligi chapga boradigan reaksiya tezligidan necha marta farq qiladi? Demak, bu 3 ning 4-chi marta farq qildi, bu 3 ning ikkinchisi marta farq qildi. O'ngga boradigan ina, chapga boradigan ina. 3 ning 4-chisini bo'laman 3 ning ikkinchisini. Necha qoladi? 3 ning ikkinchisi qoladi. Bu holda necha marta farq qiladi? 9 marta. Tushundikmi? Savollaringiz bormi? Tushunmagan joyingiz bormi shu bo'yicha? Demak, ammiak kislorod yordamida oksidlanganda platina katalizator ko'rsatib turibdi.
Ammiakning konsentratsiyasi 3 marta oshirilib, kislorodning konsentratsiyasi 2 marta kamaytirilsa, to'g'ri reaksiya tezligi necha marta oshadi? Demak, ammiakning kislorod ishtirokini oksidlaymiz ekan. Katalizatorlimi shunda? Katalizatorli bo'lsa, bilamiz, NO bilan nima chiqadi? Suv hosil bo'ladi. Reaksiyani danglaymiz. 4 12 kislorod, 12 vodorod, mana bu 6 qo'yamizmi? 5 mi? Xo'p. Savol qanday? Ammiakning konsentratsiyasi 3 marta oshirildi. Mana shuni belgilaymiz. 3 marta oshirildi. Mana shunday belgi qo'yamiz. Ammiakning konsentratsiyasi 3 marta oshirildi. Xo'p, yana nima bo'ldi? Kislorodning konsentratsiyasi 2 marta kamaytirildi. 2 marta mana. Tushundikmi? Kislorodniki 2 marta kamaytiriladi. To'g'ri reaksiya tezligi necha marta ortdi? To'g'ri berdimmi? Xo'p. Bu ikki toksin bu birini topish uchun nima qilamiz? Azotniki 3 marta oshirilgan bo'lsa, 3ni 4-darajasi deymiz. Kim tushunmadi? Bosim bo'lganda umumiy ta'sir qiladi. Hozir konsentratsiya masalasine keladigan bo'lsak, alohida yozamiz. Agar barcha moddaning konsentratsiyasi 2 marta yoki 3 marta oshirildi desak, unda ham xuddi bosimga o'xshatib ishlar edi. Hozir esa alohida o'zgartirdik. Ammiaknikini 3 marta oshirdi, kislorodnikini 2 marta kamaytirdi. Tushundikmi? Demak, ammiakni 3 marta oshirgan uchun 3 ni 4-si bo'ldi. Nima uchun 4-si? Koeffitsient. Mana bu teng belgisi. Ko'paytiramiz. Endi kislorodnikini o'zgartirdik. 2 dan 1 deymiz. Nima uchun 2 dan 1? Demak, kamaydi degan belgini 2 dan 1 deb belgilaymiz. Oshdi deganni 3 deb belgilaymiz, shunchaki. 2 dan 1 nechanchi darajasi? 5-darajasi. Xo'p. Demak, 3 ni 4-si 81 bo'ladi. To'g'rimi? 2 ni 5-si 32 bo'ladi. Shunchaki 81 ni 32 ga bo'lamiz. 2 butun 53 mi? So'ra. Xo'p. Endi xuddi shunday misol 34 edi bu. 35-misolda nima deyilgan? 35 ni qo'shib qo'yamiz endi yana. 35. Shunchaki katalizatorsiz dedi. Xuddi shunday ekan-a, ta'sirlar. Shart mana shunday, faqat katalizatorsiz qo'llar. E'tibor beramiz. Masalan, sizlar ishlashni bilasizlar, lekin katalizatorda nima chiqadi, katalizatorsizda nima chiqadi bilmasangizlar, demak noto'g'ri yechib qo'yasizlar. Bunda azot chiqadi. Demak, yana 4 qo'ysak bo'ladimi? Demak, 6 qo'yamiz. Bu joyi 2 qo'yamiz. Demak, u holda mana bu 3 bo'ladi. Xo'p, u holda bu 2 toksin bu 1. Oldingi sharti bo'yicha ammiak 3 marta oshirilsa, 3 ni 4-si marta, kislorod 2 marta kamaytirildi. Nima qilamiz? 2 ni, bir taqsim 2 yoki 2 dan 1. 3-darajasi bor, to'g'rimi? U holda 81 ni nimaga bo'lamiz? 8 ga bo'lamiz. To'g'rimi? Necha bo'ladi? 1 10 butun bormi javob? Tushundikmi? 30 ni ishlamabmiz, ha? 30 qolib ketibdi. Gerekmi? Xuddi shunday reaksiya ekan 30. Shunda 34 ni o'chiramiz. 30 ni o'chiramiz. 30 kerakmi? 39 mi? 39 ham shu yerga ishlaymiz. Hamma diqqat bilan o'qib olsin. Demak, is gazi bilan xlorning o'zaro reaksiyasi. Mana shu holatda reaksiya tenglanganmi? Teng. Is gazining konsentratsiyasi qanday o'zgardi? Shuni belgilab olamiz. Is gazining konsentratsiyasi necha marta o'zgardi? Necha marta o'zgarishini belgilaymiz hozir. 2,4 bölü 0,6. Demek 4 marta oshibdi demek. To'g'rimi? Xo'p, xlorniki. Nima bo'ldi? 3,15 bo'ldi. 1,8 dan 3,15 gacha ortdi. Demek ikinci qiymatni necha marta ortganini bilishimiz uchun birinchi qiymatga bo'lamiz. Mana 1,75 marta. Ortdimi, kamaydimi? Ortdi. Qaranglar, necha marta o'zgardi desa, masalan, tezlik bo'ladimi yoki konsentratsiya bo'ladimi, nima bo'lsa ham necha marta o'zgarganini bilishimiz uchun har doim ikkinchi qiymatni birinchi qiymatga bo'lamiz. Tushundikmi? Shunda bilamiz. Shuning uchun men hozir nima qildim? 0,6 dan 2,4 gacha ortdi dedi. Shuning uchun ikkinchi qiymat 2,4, birinchi qiymat 0,6. Shuning uchun 2,4 ni 0,6 ga bo'ldik.
Ve 1,8'den 3,15'gacha arttı dedi. İkinci qiymat 3,15, birinchi qiymat 1,8. Tushundikmi? Necha marta o'zgarganini bilishimiz uchun v2 taqsim v1, ya'ni umumiy o'zgarish topacakmiz. Demak, iskazaning 4 marta oshib 4-chi darajasi. Nima uchun birinchi? Koeffitsient 1. Xo'p, ko'paytiramiz, xlor o'tdik. 1,75. Uni ham birinchi darajasi. To'g'rimi axir? Necha bo'ladi? 7 bo'ladimi? Tushundikmi? Masalan, hajmi 5 litr bo'lgan idish 7 mol A gaz bilan to'ldirildi. 75 sekunddan so'ng A gazdan 4 mol qoldi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini aniqlang. O'sha bizlar bilishimiz kerakdan, masalan, o'qiyatirmizmi? Bizda tezlik bo'yicha 3 xil formula qo'llaganmiz. To'g'rimi? Asosan 3 xil formula bor. Bu o'rtacha, keyin massa ta'sir qonuni, uchinchisi Vankov. Masalan, o'qiganimizda sразу bilishimiz kerak. O'qigan masalamiz qaysi formulaga mos kelyapti. Demak, aniq bu o'rtachada o'rgatib turibdi. Ko'rdikmi axir? Demak, bu o'rtachaning formulasi qanday? Bu o'rtacha delta S taqsim to yoki bo'lmasa teng bo'lishi mumkin delta n v ko'paytirilgan to. Qaysidir birisida to'g'ri gap turibdi hozir. Demak, bizda 7 mol dedi. U holda mana bu qismda to'g'ri keladi. To'g'rimi? Bor narsani joy-joyiga qo'yib yozamiz. Bor narsani. O yo'q narsa o'zidan o'zi gap chiqaveradi. Demak, o'rtacha tezligini aniqlangadi. Xo'p, bu o'rtacha so'rab turibdi ekan. Delta n 7 mol bor edi, 4 mol qoldi. Qanday hisoblaymiz delta n ni? 7 dan 4 ni ayiramiz. 7 minus 4. Hajm 5 litr. Vaqt sekundda turibdi. 75 sekundni xohlasak minut o'tirsak ham bo'lar edi, o'tirmay oxirida o'tirsak ham bo'ladi. Tushundikmi? Javob minutda so'ralib turibdi. Shuning uchun ko'paytirib 60 deb qo'yaman men. Sразу. Tushundikmi? Bilamiz, vaqtda sekundda minut o'tishi 60 sekund 1 minut. Qanday o'tdik? 60 ga bo'lib o'tdik. Vaqtda bo'lib o'tamiz, tezlikda ko'paytirib o'tamiz. Ya'ni tezlik vaqtga qanday proporsional? Teskari proporsional. Tushundikmi? Demak, shuning uchun ko'paytirdim men. Nima qilaman men? Sразу mana bu bilan buni qisqartiraman. 12 qoladi bu joyda. To'g'rimi? 12 bilan даже 75 ham qisqaradi. Pastda 25, yuqorida 4 qoladi. U holda teng mana buncha bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 4 taqsim 25. To'g'rimi? Nima qilaman men buni? 25 ga bo'lamanmi? Lutchi pastni 4 ga, yuqorini 4 ga ko'paytirsam bo'lmaymi? Demak, u holda nima bo'ladi? Past 100 bo'ladi, yuqori 48 bo'ladi. U holda 0,48 bo'ladi. Javob tushundingmi? Kim tushunmadi hisob kitobni yoki masalani yechishini? Zumratjon, tushundingmi? Xo'p, 44 ketdi, 48. Biz ham somsalarimiz ko'p. Yodingizda bormi? Bu masala. Bu o'zi asli azot emas, vodorod bu. Yodingizda avval vodorod bo'lgan, просто yani latindan kirildan latin o'tgan vaqtida bir 5 sekund vaqt o'tganda is gazining konsentratsiyasi 0,5 bo'lgan. Shundan keyin yana 1,25 minut o'tdi. Jami necha minut o'tganini topsa bo'ladimi? Dastlab 105 sekund o'tdi, undan keyin 1,25 minut o'tdi. Tushundikmi? Jami vaqtni qo'shamiz. Va 1,25 minut o'tgandan keyin esa 1,62 mol taqsim litrni tashkil qildi. Yana 1,62 mol taqsim litr hosil bo'ldi demadi. Tushundikmi? Yana 1,62 bo'ldi demadi, 0,5 mol bo'lgan. Yana 1,25 minut o'tgandan keyin, yana 1,25 minut o'tgandan keyin konsentratsiya endi 1,62 bo'lgan. Men 1,62 ga dastlabki 0,5 ni qo'shmayman. Chunki как будто bir qandaydir bir chalakni to'ldirib tursa suv bilan deylik, masalan, mana bu chalak. Masalan, faraz qilinglar. 105 sekund o'tgan vaqtda bu yerga kelgan, 0,5 bo'lgan. Ha? 105 sekund o'tganda shunday bo'lgan. Yana 1,25 minut o'tgan vaqtda mana bu joy o'sib yotdi. Va 1,62 degan chiziqqa kelgan. Umumiy holatda qaraganda 1,62 hosil bo'lgan. Lekin vaqt mana buncha bo'lgan.
Tushundikmi? Ya'ni dastlab 0,5 bo'lgan vaqtimda 105 uramiz. Sal bo'lmasa, lekin suv bilan to'ldirmoq ko'pmiz. Kranni ochib. 105 sekund o'tgandan keyin qarasak 5 degan chizikqa to'g'ri gap turibdi ekan, 0,5 degan. Bo'lmaydi, yetmaydi dedikdan ketdikdan yana 1,25 minutdan keyin keldik. U holda kelsak 1,62 degan chizikqa to'g'ri gap turibdi. Tushundikmi? Suvning umumiy hajmi go'yoki shu vaqtda 1,62 bo'ladi. Sarflangan vaqtimiz esa mana buncha. Tushundikmi? Bu sekund, bu minut. Nima qilamiz? Yo minut o'tiramiz, yo sekund o'tiramiz. Savol qanday? Minutdami? Xo'p, lutchi sekundda ishlagan ma'qul. 1,25 minut deganimiz 90 sekund bo'ladi, to'g'rimi? Qanday qilib 90 sekund o'tamiz? 60 ga ko'paytirib. Demak, buni 60 ga ko'paytirsam 90 sekund bo'ladi. Shunda mana bu ikkisi bo'lib, bu 105 edi, 90 edi. Jami necha bo'ladi? 75 mi? To'g'ri. 75 bo'ladi. 105 75 ni qo'shsak, jami 180 sekund. Demak, to'g'ri 180 sekund. Deltasi esa 1,62. Mana bu 0,5 ga aldanmaymiz. 0,5 aldanmaymiz, yodingizda bo'lsa. Mol taqsim litr. Demak, teng bo'ladi 3 minut. Tushundikmi? Bu o'rtachani topish uchun 1,62 mol taqsim litrni 3 minutga bo'ldik. 0,54. Ana 4 mi? Javob bormi? Dami? Savollarınız bo'lsa beringlar. Demak, reaksiyalarning birida 10 sekund davomida 3,4 gram vodorod sulfid, ikkinchisida 17 gram fosfin, uchinchisida 3,16 gram suv, to'rtinchisida ammiak, beshinchisida oltin gul oksid. Qaysi birisi tezroq? Ko'ramiz. Demak, birinchi reaksiya, ikkinchi reaksiya, 5 reaksiya bormi? 3, 4, 5. Yordam beringlar, aytib turinglar. Birinchisi nima chiqdi? Demak, vodorod 3,4 gram. Keyingisinde 17 gram H3. Su mu? 4. Neçe gram? Eso'yka. Qaysi birisini mo'li katta bo'lsa, shu reaksiya tez borgan, to'g'rimi? 34 ga bo'laman 0,1. 17 ga bo'laman 1. 18 ga bo'laman 0,2. 17 ga bo'laman 0,2. 64 ga bo'laman 0,25. Kim tushunmadi? Ha, 34 da. Qaysisida shunchaki ko'ramiz. Har qaysi modda alohida idishda turibdi. Tushundikmi? 5 xil reaksiya bor ekan va hammasidan bir xil vaqt 10 sekund sarflandi. Demak, qaysi idishda ko'proq miqdorda modda hosil bo'lgan bo'lsa, demak shu reaksiya tez borgan bo'ladi. Demak, ikkinchisi tez borgan, to'g'rimi? 77-so'ralganmikin? O'rtacha tezligi 0,1 mol taqsim metr sekund. Reaksiya boshlangandan 10 sekund o'tgach, demak jami 10 sekund vaqt. Modda konsentratsiyasi 2,5 mol taqsim metrga teng bo'lsa, dastlabki konsentratsiya qanday? Demak, shunchaki bu o'rtachani qo'llaymiz. To'g'rimi? S1 minus S2 taqsim 4. Tushundikmi? Bor narsani joyiga qo'yamiz. Bor narsani. Bizda bu o'rtacha bor. To'g'rimi? 0,1. Teng. S1 yo'q. Lekin 2,5 molga teng bo'ldi ma'lum vaqtdan keyin. S2 bor. S1 minus 2,5 bölü necha sekund? 10 sekund. To'g'rimi? Shunchaki mana shu tenglamadan S1 topib bilamizmi? S1 topishni nima qilamiz? 10 sirazi o'tadi. 1 bo'ladi. Demak, S1 minus 2,5 teng 1, S1 teng 3,5. Qaysi javob to'g'ri? Tushundikmi? 77 ketdi, 80. Oy, 80 mi? Demak, o'qiymiz masalani. 2023 ekan bu. Na plus n plus 1 b
Oy, n plus var ekan ana. N plus 2 S. Bo'ldimi? Davomini bilmaymiz. Ushbu reaksiyon sistemada moddalar bosimi 2 marta oshirilganda to'g'ri reaksiya tezligi 512 marta tezlashishi aniq bo'lsa, n ning qiymati qaysi sonlar oralig'ida bo'lishi mumkin? Oraliq bergan. Siz matematikada oraliq o'tgansizlar. Demak, bosim 2 marta oshirilgan ekan, ha? Diqqat qilamiz. V2 taqsim V1 matematika bu endi. G'irt matematika bu. 2 ni deydi. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Bosim butun sistema bo'yicha 2 marta oshirildi. U holda yana oldingi misollarda ishlaganmiz. Bosim 2 marta oshirilgan bo'lsa, 2 umumiy qilib yozamizdan hamma koeffitsiyentni nima qilamiz? Qo'shamiz. Demak, n ga qo'shaman n plus 1 ni 2n plus 1 bo'ladi. 2n plus 1 ga n plus 2 ni qo'shsam 3n plus 3. To'g'ri. 3n plus 3 bo'ladi. 3n plus 3 bo'ladi. To'g'rimi? Endi bu teng bo'ladi. Aytdim-ku, g'irt matematika endi bu yana. Mana bu daraja plus bo'lib turgan daraja ko'paytirib almashtiriladi. To'g'rimi? Ya'ni 2 ni n'inchisi 2 ni 3n'inchisi ko'paytiruv 2 ni 3'inchisi mahir teng 512. 512 ikkinchi darajasi. Mayli, yozaman mana bunday qilib. 512 deb yozaman. 2 ni 9'inchisimi? Xo'p. O'zi asli mana bunday qilib qo'yaverishim kerak edi. Aylantirmasam ham bo'ladi ekan asli. Mana bu qism bizga kerakmaydi ekan. To'g'ridan-to'g'ri 512 deymiz. 2 ni n 3n plus 3'inchisi teng 2 ni 9'inchisi deymiz. U holda asos teng bo'lsa, darajalar teng mahir. U holda 3n plus 3 teng 9, 3n teng 6, n teng 2. N teng 2 ekan. Demak, 2 bu javobda turibdi. 2 bilan 4 ortalig'ida turibdi. Tushundingmi? Bu javob to'g'ri. Kim tushunmadi?